Erta ovqat qilyapman. Bilasizlar, bog'chalardan dam. Hammalaringga yaxshi kayfiyat, yaxshi narsalarni tilayman, to'g'risi. Umuman yomonlikni o'ylab turganim yo'q. Yomonlikni o'ylashda Allohim o'zi saqlasin. Bu issiqlar o'tib ketadi, lekin uni zilzila vahimasi tavba qildim. Juda ichimdan vahima yevoryapman. Allohning o'zi saqlasin. Allohim mukammal zot. Nima deydi? Mana Instagramdagi videolar ham bizni ogohlantirishga kiradi. Hamma narsa Allohdan deymiz, lekin men seni ogohlantirdim. O'zing nimani yemading deydi-da, to'g'risi. Bitta odam suv toshqinida tomga chiqyapti. Vertolyot boribdi. Yo'q, Allohim qutqaradi debdi. Ikkinchi marta kemada borishibdi. Yo'q, chiqmayman, Alloh qutqaradi debdi. Uchinchi marta yana bir nimadir boribdi, qaysidir hayvon borgan ekan, yo'q, meni Alloh qutqaradi debdi. Keyin odam cho'kib o'libdi. Borgandan keyin jannatda so'rashyapti ekanda. Endi bu prosta hikmat, bu dalili bilan kelgan narsa emas, prosta men sizlarga misol qilib gapiryapman. Allohim, men senga ishonganman, nima qutqarmading, o'ldim degan ekan, men seni 3 marta jo'natdim degan ekan. Bu mana bu internetdagi bizni video ogohlantirishlar ham bekorga emas. Allohim o'zi saqlasin zilziladan, o't balo, suv balosidan, lekin men astag'firulloh bu narsaga muhtoj qilmasin. Birinchi o'rinda farzandimga kerakli bo'lgan mana balamni sumkasini tayyorladim. Ag'da dokument, nima narsalarimni tayyorlab qo'ydim, mana sumkaga tayyorlab qo'ydim. Bu jonimda o'zimda apteka qilib dokumentlarni tayyorlab qo'ydim. Xudo xolasa ertaga salonga boraman. O'zi maktabimda tadbiriga tirnoq qildirdim. Bilasizlar, yaqinlar biladi. Og'izraman deb yurdim. O'shani ham og'izdirib, Xudo xolasa astag'firulloh boshimizga kelmasin, lekin ogohlik, apteka narsalaring, bolalarning narsalari bir sidradan bo'lsa ham sumka tayyorlab qo'yinglar, pasportlaringda. Alloh saqlasin, bekorga BMT ogohlantirgan yo'q odamlarni. Ertaga sarosima qilib yormanglar, vahima qilib yormanglar. Yaqinlarim Alloh panohida bo'linglar, doim ibodatda bo'linglar. Alloh o'zi saqlasin. Prosta kirib noto'g'ri kommentariy yozishni kerak yo'q. Hamma o'zicha aqlli, lekin men yaqinlarimni ogohlantiryapman. To'g'risi Alloh saqlasin. Avvalambor sizlar yaxshi ko'raman, har doim yaxshi kunlarda ko'rishaylik. O'zlaringizga ehtiyot qilinglar.